O'zbekiston Xudo taoloning nazari tekkan joy. Shuning uchun Tibetda va O'zbekiston dağlarında bo'lgan shifoli giyohlar dunyoning hech bir joyida yo'q. Shuning uchun baxtlimiz, shu yerda yashayapmiz. Bunları to'g'ri ishlatsangiz, hammasi bir dori bilasiz, birinchi jahon urushi geçer. Hammasi tabobat bilan davolanib kelganlar va yine baktığımız ki bizim babalarımız bunu dünyaya öğretken. En üstün nokta, en üstün derece bu bo'lgan. İnsanlarga ben kimmen, ya ki şu adam kim dese nime iyi yaptı, ayıp ben kimligini aytaman deyapti. Degan ishkanlarimiz bunga shuncha ta'sir qiladi. Hattoki El İsabe degan qadimiy bir tarix kitabında aytiladi. Bir Arap elçisi İran padişahına, İran şahına keladi. Juda gaplarsa hikmatli gaplashadi. Keyin u aytadi ki bu qancha hikmatli gaplashishi faqat tuya sütü ichgan, xurma yegan odam gapira olmaydi. Sen nima yeysan aytsa ben buğday noni yeyman deydi. Endi bildim deydi. Bu hikmat qayerdan kelyapti? Shuning uchun ata babalarımız 50 xil non ijod qilgan. Hammasi buğday noni. İnsanın zekavatini, sağlığını tikladigan narsalar. Bizim yegan ichgan narsalarimiz bizim hem bedenimize hem psikologiyamıza ta'sir qiladi. Xohlasangiz, ruxsat bersangiz o'qiyman. Albatta. Mesela charchoq bo'lsangiz, no'xat, sabzi, shunaqa narsalar ishlatsangiz, darhol charchog'ingiz chiqadi. Aha. No'xat, sabzi charchoqni Shunday chiqaradi. ovqatlarda. Zerikish bo'lsa, sabzavot guruhindagi narsalar yeysiz. Bunlar sizin zerikishinizni gideradi. Agresif bo'lsangiz, yağlı donli urug'lar yeyish kerak. Ya'ni badam, mesela ata babalar shuning uchun hamma paytda stulga qo'ygan bunları. Yong'oq bo'lsin, badam bo'lsin. Shuning uchun yermak deyiladi diyor. Shuning uchun ham yermak deyiladi. Yana agar qo'rqoq bo'lsa, jasorati yo'q bo'lsa, bu baliq, buğday, shunaqa narsalardan tayyorlangan ovqatlar yesa, shu fosfor ham bo'lgan ovqatlar bu qo'rqoqligini, jasoratsizligini gideradi. Bezovtachilik bo'lsa, o paytda o'zini xursand qilish kerak. Nima tortgan bo'lsa, shuni yesa, o tuzalib gidadi. Tashvishli bo'lsa, yengil sho'rvalar, kompot, meyve şerbatları bunlar teşvişli adamların teşvişini yo'q qiladi. Ajoyib. Ajoyib. Agar yolg'izlik his qilsa o'zini, qalampir, baqlajon, kartoshka, pomidor bunlar shu yolg'izlik duyg'usini yo'q qiladi. Mehmondagi shu o'rinda bir savol paydo bo'ldi. Inson garmdorini, o'sha achchiqni juda ham yaxshi ko'rsa-chi, har safar taomlanganda garmdori yegisi kelaversa, bu nimadan dalolat bo'lishi mumkinmi? Mesela o'zim tabobatimda sahır keseli, rak keseli hem keladi, onlar hem davolaymiz. Onlarga ham ben şunu bunu yeme demeyman. Haqlagan yesin, diyeta qilmayman. Çünkü bedenge nima kerak bo'lsa, beden şunu tartadi. Bir insan juda ko'p achchiqni tartsa, demek o insanda C vitamini kam. Shuning uchun tartyapti. Tushunarli, tushunarli. Garmdoridagi C vitamini apelsindan ko'proq. Demak, sizni huzuringizga kelgan bemorda siz nimalar iste'mol qilasiz deb so'rab olasiz. U sizga o'sha taomnomasini aytishi bilan siz diagnoz qo'yaverasiz. Ajoyib, ajoyib.